Namanganda 65-xalqaro gullar festivali ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Festival doirasida tashkil etilayotgan sport musobaqalari, xalqaro konferensiyalar va madaniy tadbirlar minglab ishtirokchilar hamda mehmonlarni bir maydonga jamlamoqda. O'tgan hafta esa festival dasturining eng yorqin va e'tiborli voqealarga boy bo'ldi. Festival doirasidagi eng yorqin voqealardan biri MMA bo'yicha nufuzli ATF Championship xalqaro turniri bo'ldi. Afsonalar vodiysi tematik parkida tashkil etilgan bellashuvlarda O'zbekiston va MDH davlatlarining eng kuchli sportchilari ishtirok etdilar. Markaziy jangda hamyurtimiz Shukurjon Abdurahimov qozog'istonlik raqibini texnik nokaut bilan mag'lub etib, chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi. Festival dasturi nafaqat madaniy, balki ilmiy-ma'rifiy tadbirlarga ham boy bo'lmoqda. Ma'rifat maskanida AQShning ATS kompaniyasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan xalqaro konferensiyada Polsha, Misr va Rossiyadan kelgan ekspertlar ishtirok etib, ta'lim tizimini takomillashtirish, ikki til bir kasb tamoyili hamda dual ta'limning istiqbollari muhokama qilindi. Festival oqshomlariga yanada fayz bag'ishlagan yirik madaniy tadbir taniqli xonanda Elbrus Janmirzayev ishtirokidagi gala konsert bo'ldi. Afsonalar vodiysi tematik parkidagi konsertni qariyb 25 ming tomoshabin kuzatdi. Jonli ijro va mashhur hit qo'shiqlar yig'ilganlarga unutilmas kayfiyat va yorqin xotiralar taqdim etdi. Konsert oxiriga borib, ob-havoning keskin o'zgarish va kuchli yomg'ir yoqqaniga qaramay, san'at muxlislari sevimli qo'shiqlaridan bahramand bo'lishni davom ettirdilar. Gullar festivalining asosiy va maftunkor manzaralari esa hamon Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi istirohat bog'ida namoyon bo'lmoqda. Millionlab rang-barang gullardan yaratilgan noyob kompozitsiyalar tabiat va inson ijodining betakror uyg'unligini aks ettirib, keluvchilarni go'yoki afsonaviy gullar olamiga chorlamoqda. Festival 28 kundan buyon davom etayotgan bo'lsa-da, mehmonlar oqimi kamaygani yo'q. Aksincha, har kuni yangi mehmonlar, yangi chehra va yangi tabassumga guvoh bo'lish mumkin. Atrofga yoyilgan xushbo'y ifor va ko'zni quvnatuvchi manzaralar mahalliy aholi hamda xorijiy sayyohlarda unutilmas taassurotlar uyg'otmoqda. Tunis shahridan keldik. Namangan 65-gullar festivali bayramiga keldik. 58 kishi jamoadamiz. Bilasizmi, gul o'zi tabiatda eng nozik, nafis, tabiatda bizga bergan in'omi. Nimagadir hamma gulga talpinadi. Bir gul uchun biz Surxondaryodan kelyapmiz, demak inson kayfiyatiga, ruhiga katta ta'sir beradi. Gullar bayramiga birinchi marta kelishim. Gullar bu yil ko'paygan. Mana Namanganimizda mana shu gullari bu yil Gineslar kitobidan joy oldi. Juda ko'p gullar ekilgan. Ta'sirot juda kuchli. Juda baxtli, dilimiz ochildi. Juda chiroyli gullar, juda chiroyli ekilgan gullar. Dil bilan, mahorat bilan. Millionlab gullar, minglab tabassumlar va unutilmas taassurotlar 65-xalqaro gullar festivali Namanganda avj pallaga kirdi. Shu kunga qadar bu go'zallikni ko'rish uchun 6.250 mingdan ziyod mahalliy va 867 mingdan ortiq xorijiy mehmonlar tashrif buyurishdi. Bayramning eng yorqin sahifalari esa hali davom etmoqda. Siz ham go'zallik va nafosatga oshno bo'lishni istasangiz, Namangan sizni kutmoqda.